Opa! Tog'am! Tog'ajon! Qalasizlar? Voy, ukajon, keldinglar. Voy, bir og'iz aytmabsan-da, ukajon, yaxshiroq ovqat qilib qo'yardim. Ha, xijolat bo'lmang, opa. Mashinadagi narsalarni olib kel. Vau! Qani, olinglar. Bismillah. Hil bo'lib ketibdi. Qanday bunday shirin qilib pishirding? Qani salatdan yeb ko'raylik, qani? Bismillah. Salatdan buncha mazali. Opa, bitta yeb ko'ring-da. Haqiqatda shirin ekan. Chet elda oshpazlar baribir boshqachadan endi pastdan mana shu restorandan zakaz qilib bo'ptimi? Men qarang, boya shu ovqatlarni bemaza, ta'mi yo'q deyatuvdingiz. Qanday bir pasda shirin bo'lib qoldi? Bitta narsani tushundim, xotin. Ovqat shirin qiladigan narsa qimmat masalliq, chet elning oshpazi emas ekan. Har bir narsani mazali qiladigan narsa jigarlaring bilan baham ko'rishingda ekan. Ya bolalar astroq jinglar, menga ham qolsin. Olinglar. Jigarlarim, oh menim jigarlarim.